Ko'pchilik erkak kishining soch tuzilishi uning onasi tarafdan o'tadi. Shu sababdan o'g'il farzandlar ko'p jihatdan tog'alari va ona tarafdan bobosining nasliga tortadi degan gaplar tez-tez quloqqa chalinadi. Ammo bu 100% to'g'ri emas. Erkaklar X xromosomani faqat onalaridan olganliklari uchun va kallikka olib keluvchi ba'zi genlar aynan shu X xromosomida ham joylashgani uchun shunday tushuncha hosil bo'lib qolgan. Ammo kallikka sabab bo'luvchi yuzlab boshqa genlar aniqlangan va ularning ba'zilari ota tarafdan ham o'tishi isbotlangan. Umuman olganda, kelajakda sizning ham sochingiz kal bo'lib qoladimi, yo'qmi deb xavotirlanayotgan bo'lsangiz, buni tug'ishgan akangizning sochiga qarab bilib olishingiz mumkin. Chunki qarindoshlar orasidagi soch to'kilishidagi o'xshashlik eng ko'p aka-ukalar orasida kuzatiladi. Aynan shu ikki faktor, gormonlar va genetika, erkaklar orasidagi kallikning 95% holatiga sababchi bo'ladi. Va aynan shuning uchun fanda bu holat androgenetik alopetsiya deb ataladi. Ya'ni androgen bu erkaklik gormonlari, genetik esa ya'ni irsiy moyillik. Alopetsiya deb esa fanda har qanday soch to'kilishiga nisbatan aytiladi. Ba'zi insonlarning oxir-oqibat kal bo'lib qolishi genetikasiga bog'liq bo'lsa ham, bu jarayonni tezlashtirish yoki ortga surish hayot tarzi va atrof muhitiga ham bog'liq.